Rossiya do'stlar va nihoyat biz Rossiyaga kirib keldik. Biz hozir Rossiyani Kurgan degan joydamiz. Bu yog'i mana xaritada ko'rsalaring bo'ladi. Chelyabinsk, Yekaterinburgdan Moskvagacha boramiz do'stlar. Kim musofirda bo'lsa, obuna bo'lib kuzatib tursin. Biz endi zo'r kontentlar sizlarga yoritib boramiz. O'rmonlarda bir kundan qolamiz. Hozir biz endi yo'lda kim olib ketar ekan ko'ramiz. Yo'lda yo'lovchi bo'lib ketamiz. Mashina to'xtasa mashinada, bo'lmasa peshkom, bo'lmasa poputniy bir narsa olib ketamiz. Xullas bir narsa olib ketamiz. Vertolyot to'xtasa vertolyotda ham ketaveramiz. Samolyotda ham ketaveramiz. Shunday do'stlar, biz hozir Rossiyadamiz. O'zbeklar bo'lsa, kommentga yozib ketinglar. Eng qizig'i hozir Rossiyada 2 million musofir bor ekan do'stlar. Qaranglar, 2 million. Tasavvur qilyapsizlarmi? Kimni yaqini hozir musofir deb atmetga ketinglar. Biz shunaqangi eng Rossiyadagi eng zo'r lokatsiyalarni, eng zo'r joylarni sizlarga video qilib ketamiz va kimga ish kerak bo'lsa, qaysi joyga ish kerak bo'lsa, Rossiyani shu joylardagi e'lon berib ketamiz. Kim ishlamoqchi bo'lsa, qimmat joylar sizlarga e'lon qilib ketamiz do'stlar. Bemalol sizlarga foydali bo'ladi. Ko'ringlar manzaralarni.